tejab sarflagan kambag'al bo'lmaydi degan naql bor xalqimizda. Insonga berilgan ne'matlardan samarali va tejamkorlik bilan iste'mol qilinsa va shu ne'matlar qadrlansagina unum va baraka bo'ladi. Davlatimiz rahbarining 16 fevral kungi 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan So'x tumanida ham qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish hamda ulardan foydalanishni kengaytirish bo'yicha tuman shtabi tashkil etildi. Shtab tomonidan joriy yil sentyabr oyiga qadar jami 2.7 megawatt quvvatiga ega bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish bo'yicha byudjet tashkilotlari, xususiy tadbirkorlar va aholi xonadonlari kesimida ro'yxatlar shakllantirildi. Ayni kunda tuman hokimligining orttirilgan byudjet mablag'lari hisobidan mahallalar kesimidagi kam ta'minlangan, temir daftarga kiritilgan fuqarolarga bepul quyosh panellari o'rnatib berilmoqda. Prezidentimizning qarorlariga asosan mana bugun hozir Chashma mahalla fuqarolar yig'inida panel o'rnatish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Temir daftarda turgan kam ta'min oilalarga kiritilgan Sharipova Navbahorxonga o'rnatib beryapti hozir. Ro'yxatda turilgan 14 ta yana fuqarolarimizga mana shunaqa quyoshli panel o'rnatib beriladi. Tuman hokimi birinchi o'rinbosari Ilhomjon Tojiboyevning ma'lumotiga ko'ra, bu bo'yicha tuzilgan manzilli ro'yxat barcha mahallalarga yetkazilgan va har bir mahallada kuniga temir daftardagi fuqarolar xonadonlariga quyosh panellari o'rnatilmoqda. Tumanda 29 ta ijtimoiy soha obyektlari, 4 ta davlat idoralari, 74 ta aholi xonadonlarida jami quvvati 0.4 megawatt va 10 ta tadbirkorlik subyektlarida quvvati 0.1 megawattga teng qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etilishi rejalashtirilgan.